Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikaning poytaxti Washingtonda ta'sis qilingan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasining bugungi programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, men bugungi program riyosatchisi Parat Yurunqashulaman. Old bilan hammangizga Janob Allohdan salomatlik, xotirjamlik va saodat tilayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun söhbət proqramımızға nəhayət qimmatlik bir aziz mehmanimizni təklif qildıq. Mana bu efendim bizninki chet ellərdə yapılayotgan Uyğur Milli Hərəkətimizdəki ən aktiv siyasi fəaliyyətlərimizdən biri olan Olmut Tursun efendim buludu. Olmut Tursun efendimle artıq tanıştırmışsak mı bu həmmanlar nəhayət obdan tanıyırsa. Olmut Tursun efendi bizninki ən aktiv cəngvar siyasi fəaliyyətlərimizdən biri olub qalmasdan, yəni vətən işi vəsiləsidəki bütün Şərq Türkistan xalqıga tanılğan bizninki ataqlıq sənətkarlarımızdan biri. Hürmetli Olmut Tursun efendim, ataytın vaxtınızı çıkıp ziyaretimizi kabul kıldığınız için size alayda rahmet eyledim. Olmut Tursun efendim sizge məlum bu Rabia Hanım Uyğur Milli Hərəkətinin rəhbər Rabia Hanım bu Xitayninki qarаңғы zindallardan qutulup chet elga hicret qilib chiqqan 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon bu chet ellarda Uyğur davasınınki küçücü pavqulatsız oldu. Uyğur Milli Hərəkətininki, Şərq Türkistan meselesininki, Uyğur meselesininki xalqaralaşış qədimi zor derecede ilgiri sürüldü. Siz şəxsən özünüz bir aktif Uyğur siyasi fəaliyyətçisi olmuş sübutunuzdan Rabia Hanım'ınki bu chet ellərdə yapılayotgan Uyğur Milli Hərəkətindəki ornuğa, Rabia Hanım'ınki əhəmiyyətiga bu cəhətini oynayotgan rolu qanday qaraysiz? Assalamu alaykum, hürmetlik aziz qarindoshlar. Bu münasebet bilen hürmetlik Parat Yurunqash efendimninki sualıga qısqacha cevap berishni loyiq ko'rdim. Endi Rabia Qadir haqida hammamizga ayon bo'lganidek Rabia Qadir turmadan chiqib vatan sirtidagi da'vo qilingandan buyon qo'lga kelgan natija yaratgan natijalar töhfelerini ham sanab tugatgan bo'lmaydi. Endi Rabia Qadirninki Xitoyninki ko'zidagi Xitoyning nazaridagi xatarlik deb qarash darajasiga yana sal qarg'an olmaydi. Xitoyninki butun matbuot butun diqqati Rabia Qadir boshchiligidagi dunyo qurultiyi eng ashaddiy xatarlik dushmanlar guruhi deydigan bir nuqtada muomala qilib jiddiy hujumini boshladi. Vatanning ichi va sirtida nihoyat jiddiy harakatda. Darvaqa endi Rabia Qadirninki neticelerini muayyenleştirmek bulmaydı. Vatandan çıkıp chet elde dava ilip beriyotgan nurg'un qarindoshlarimiz bunun 20 yıl, 25 yıl burun hatta onun ko'proq bo'lishi mumkin boshlagan bo'lsa-mu, qo'ldan qanchalik kelgan bo'lsa, ba imkonlari, sharoitlari ilib kelgandi. Rabia Qadir o'tirg'i chiqqandan keyin bu da'voning suratiga o bir nima deb bo'lmoq yomon tez. Xalqaro jamoatchilikka, xalqaro davlatga, butun fuqarolarga uqtirish, millatning yig'isini, dardini anglatish jihatda Rabia Qadirning roli haqiqatan cho'ng bo'ldi. Mayli qaysi davlatga borayli, hozir Rabia Qadir va Rabia Qadirning to'g'riliq yozilgan biografiyasi kitob orqali bizningki qanday odam ekanligimiz, qaysi millat ekanligimiz, qanday yerda yashaydiganligimiz, qanday bir millatning qo'lida mustaqillik bo'lib qolganligimiz va qandaq ig'ir sharoit ekanligimizni shu Rabia Qadir orqali jamiyatga nihoyat yaxshi to'nitildi. Film ishlandi maxsus. Bu Germaniyani misol qilsa, Germaniyaningki eng cho'ng kanallardan 2-3 kanalda haftalaycha maxsus bu programma tonishtirildi, qo'yildi. Hatto ishlayotgan yerlarimizga kelib şu yerdeki başka milletler, başka qarindoshlarimiz o'zidan so'rash darajasiga yetdi bu meselenin. Endi bazı televizyon kanallarda, bazı internette, YouTube'larda bazı qarindoshlarimizningki bu temalarda so'zlagan bazı sözler var, göz qarashlari var, her adamning o'z göz qarashi var, onu hammamiz hurmatlaymiz. Ama her narsaning cheki var, ma'lum itiraf qilmasa bo'lmaydigan ba'zi nuqtalar var, onu mecbur itiraf qilamiz. Bu Rabia Qadirninki davada qo'shgan töhfisi ve hazır o'rni bo'libmi Uyg'ur xalqininki hozirgi duch kelayotgan jiddiy shunda bir xatarlik bir paytda Rabia Qadirdek bir nopusninki bo'lishini e'tirof qilmay
hech qaysimizning haddi emas. Haqqi yo'q e'tirof qilmaslikqa. Ham Rabia Qodirninki vatan sirtidagi elib berayotgan harakati bir lider Uyg'urlarning onasi deb hammamiz e'tirof qildik. Mutlaq ko'p sonli Uyg'urlar mushu Uyg'urlarning onasi degan ulug' muborak nomni Rabia xonimga berdi. Lider deganda Cenab-ı Allah osmondan lekkida bir qavmga tashlab bermaydi. Shu millatning ishidan chiqadigan gap. Shu millatning saposi qanchalik bo'lsa, shu saviya, shu sapodan bir lider chiqadi. Lider deganimiz bu Allohaydan o favqulodda farqli bir odam bo'lmaydi. Shu lider shu tarixiy sharoitda, shu mavjud sharoitdagi mavjud masalalarni eng to'g'ri bartaraf qila olgan, ommani eng ko'p egashtirib manga oladigan, kishilarni qoyil qila oladigan, to'g'ri yo'lga boshlay oladigan kishi shu lider hisoblanadigan gap. Yaxshi tushunadigan. Endi hozirgi sharoitda Rabia xonimdek bir nüfus, ikkinchi bir nüfus yo'q. Mutlaq ko'p qismi 90% atrofida desak bo'ladi. Tabii hamda bu hamma odamni egashtirib, hamma odamning ko'z qarashi menda bo'lish kerak deb majbur tengishga bo'lmaydi. Ma'lum boshqa ko'z qarashdiki, boshqa tushunchalikka qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ularning tushunchasi, ko'z qarashini hurmatlaymiz. Ammo hozirgi Uyg'ur davosida Uyg'ur jamoatchiligining ichida 90% nüfusni bir yerga kelib, 90% ovozga erishish kerak bir liderniki bo'lib qolishi Uyg'ur xalqininki bir baxti deb qarayman men buni. Shunlashqa endi qusur izlaymiz desek, hammamizda o'zimiz qusur bor, yetersizlik bor, xatoliklar bor. Uni vaqt qaraydi tuzitib, oldimizda qiladigan ish to'g'riliq, shu bir lider, bir boshqa egishib mangsak, Rabia Qodirninki hozir yaratgan to'pisidan yana texnik ko'p natijalarga erishishimizga ishonchim komil. Hürmetli Alımut olsun efendim, siz ilgili bu Şarkı Türkistan Uygur İslam Milli Kurultayı'nınki iş kişiler komisyonunki reisi okan hem de. Hazır hem de mesela bu çetelerde yaşavatkan Uygurlar arasında şu endişe var hem de. Bulup mu şu Rabia Hanım'ınki bu davadaki ornu küçeygen sıra ilip bağın faaliyetleri canlangan sıra Komisyonel hakimiyetinki hem onun sadık halçılarınki Rabia Hanım'a qaratkan hücumlarınki suikastlarınki kündün künge iş bir vatkallığı. Bulup mu 5. fevral iyul Ürümçi 40-yıldan keyin Xitoy hokimiyatiniki bu jihat hujum Rabia xonimga shaxsan qaratgan hujumlarning favqulodda kuchayganligi. Rabia xonimga bo'layotgan hujumlarninki oqisida maqsadlik hujum qilayotganlarning oqisida cho'qim Xitoy hukumatining qarqulning borligini, shuning uchun Rabia xonimni favqulodda bexatarlik to'g'risida ahamiyat berish kerakligini, har qanday yoki baga vaqtda Rabia xonimga alayda buni qo'llanish va boshqa jihatlarda alayda ahamiyat berish kerakligini, Xitoyning Rabia xonimga qaratgan suiqasdninki oldini har zaman ilishimiz lozimligini ta'kidlab kelyapti hamda. Siz bu jihatda qanday tavsiyalar bo'lasiz endi? Bu nuqtada men ciddi bir pozisiyada, xeyli burundan beri his qilg'iliq, endi Xitoyninki vatan sirtidagi nopozliq odamlarga nisbatan qaratgan taktikasi, hiyla-mikri siz deb o'tib ketgandek bir necha turda. Eng birinchisi yerdagi yashayotgan shu davlatlar bilan diplomatik munosabatni nihoyat yaxshi o'rnatib, shu orqali shu odamlarni bir taraf qilib o'tish. Agar uning kuchi yetmasa, şu cemaatning ichida obro'yini to'kib, har xil tuhmatlarni choplab, obro'ysizlantirib, xunuklashtirib, cemaatning ichida sesitib, cemaatni arib, odam egashmaydigan nopusizlantirish orqali qog'ik emas qilib o'tish. Agar u faqat unum bermagan sharoit ostida qarg'o'lachang yo bo'lmasa qattiq qo'llik bilan suiqasd qilib, qaslash, hujum qilish ma'nuqlarda taktikasi bor, ilib beryapti, ilib badi, ham buningdan keyin texnik kuchaytirish bir planida Xitoy turyapti. Shunga Rabia Qodir xonimninki Yevropa ziyarati bu vaqtida meningki o'zim jiddiy bir pozitsiyani tutug'liq, ham boshqa qarindoshlarimizga har vaqt tavsiya qilaman. Eng muhimi yemak ichmagiga nati diqqat qilish kerak. Shu xonim qanday yatidi, tushidi, qanday tomoqni yeydi, kimlar bilan uchrashidi, kimning uyiga boradi, masalalarga shu yerlik qarindoshlarimiz, shu yerdagi tashkilotlar igidorchilik qilib, shu odamlarning salohiyatiga qarta o'rinni belgilab, yetib qo'yish butun bexatarlik sharoitlarga nati diqqat qilmasa, Cenab-ı Allah eng oxirgi sharoit, eng oxirgi bu fursatda bu liderni bizga berdi. Qadriga yetmasak, buningdan keyingi Rabia xonimdan ayrılsak, buningdan keyingi ishimizning ham da'vo o'lmaydi, da'vo mangu mavjud. Ammo ish natijasi bilan
qadrlik natija bilan baho beriladigan gap. Bunda fursatni qo'ldan keltirib qo'yish biz uchun yomon cho'ng yo'qotish bo'ldi. Shunga bexatarlik, yemak-ichmak masalasi, turalg'u joy masalalari kelganda qarindoshlarimizninki nihoyat buning ahamiyat berishi. Yana bir jihatni eləyotganda qatnash masalasi. Çünkü endi bu qatnash bexatarlik masalasi bek muhim. Mashinaga selib qandaq adam mashinani haydaydi, qandaq uyga apuradi, qandaq yo'lda mangadi, qaysi shaklda ketyotidi, o'tdagan mashinaningki bexatarligi qanchalik bu nuqtalarda qarindoshlarimiz nihoyat ahamiyat berishini bek umid qilaman. Mesela burun bir qatim qatnash vaqasi. Burun Amerikada ba'di hammamiz necha kunlab ko'zimizdan yosh to'xtamadi, bearam bo'ldik, rahatsız bo'ldik. Hammamizning baxtiga Cenab-ı Allah yani şifalık verip, saqayıp, yani davası bir qıtılıp, yani ketip barıdı. Xitay hakikaten o biz oylagandek emas, həsilab bu noktada yaman ciddi hareket kılıvatıdı. Rabia Hanım çıkıştım burun vatan sırtıda 11 adamını terörist kılıp, ilan kıldı, dünya cemaatçiliğinden talep kıldı, bizge qaytırıp bizning isavatımız var. Allah yüzüme katı şükür yaşavatkan şaraitimizdeki bu devlet rayonlar herhalde Xitayning onu yağga yağdak keptirip işlenmesinden hazırlayacağım öz koynunda yaşaş pürsüsünün şaraitini yartıp yaşap kilovatımız. Şunlaşqa biz mi her vakit dikkat kılgılık, moşunda Xitay gözüge qadılıp qalğan Xitay kelgüsüde bizge çoğun xavf kilidi devatkan nurgun qarindoshlarimiz var. Yani bu qarindoshlarimizni çoğun biraz hoşyar bo'lishini, biraz segek bo'lishini umid qilaman. Çünkü bundaq adamlar millatning mengisi, millatga yetakchilik qiladi, millatga umid beradigan, ham millatninki g'am qayg'u tushib kelishiga sabab bo'ladigan adamlar mana shu. Agar o'zimiz birinchi bo'lib qo'g'dab, o'zimizga chiqmasak, sal dikkatsizlikten bazı qarindoshlarimiz var, ismini ilishini xohlamayman. Dikkatsizlik qilib, beparvolik bilan berib, Xitoyninki chegirasi atrofidagi ba'zi davlatlarga qadam dastlab qilib, qirtaq tushib, kirib ketib qoldi. O uzuvlarla tugimidi. Nurg'un xalqimizga, nurg'un jamoatimizga umidsizlik bir holatlarni keltirdi. Ham Xitoyning xo'riga bu noktada pek işip ketdi. Vatan içinde qilgan tashviqotida dunyoning nerede bo'lsin, uçup yurgan qush bo'lsinmi, biz tutib akilib, biz mandaq so'lay olmaymiz, bilib qilish, bolalarga hoşunu yig'ib yursin deb ota-onalarga besim qiladigan, tahdid soladigan ahvollar bo'ldi. Buning bilan ma'lum darajadagi erishmedi emas, erishdi Xitoylar. Mushaqlar besim qilib, telefon qilib, nurg'un aktiv qarindoshlarimiz bordi, ovozi pastlab ketib qoldi. İnşallah bizninki şahsen özümün iradesi gayretide Xitay qandaq taktik işlesin, qandaq besim qilsin, qandaq bir hilimekir qilishini qatnazda bu yolda mangduq, yanmaymiz, qo'limizdan kelishicha bu ishni oxiriga chiqarishga ishonchim komil. Hürmetli olmat olsun efendim, bəgən bu qimmatli fikirləriniz üçün, tavsiyeləriniz üçün sizə alaydı. Stansımız vakaltır. Rəhmət etmən. Hürmetli televizor köykçilər bir yerdə şunu bir əskərtib qoyay. Sizlərə məlum, şunda olsunmu? Qaytıb əskərtib qoyay. Olmat olsun efendim, Xitay hükümeti tərəfindən tuncu qitim elan qılınğan 11 kişi üstüne elan qılınğan teröristlər tizimligide olmat olsun efendim yağan. Ama olmat olsun efendim, Xitay hükümetinin bu terörist deb e'lon qilgan bu nimasiga parvo qilgani yo'q, baydab o'tgandek Ozarbayjon buning pisand qilmay o'zining milliy harakatga bo'lgan, milliy harakatimizga bo'lgan o'zininki faoliyatini izchil turda davomlashtirib kelyapti. Albatta, hurmatli televizor ko'ruvchilar, buningdan keyingi programmamizda albatta Olmat To'sin apandi bilan o'zimiz baydab o'tdik. Bizning davomli san'atkorlarimizning biri. Buningdan keyingi programmamizda san'at haqida maxsus suhbat olib boramiz. Olmat To'sin apandining qiziqarli yumorlarini anglaysizlar, latifalarini anglaysizlar. Xudoyim bo'lsa, buningdan keyin Olmat To'sin apandini pat-pat sizlar bilan uchirtib turishga tirişimiz. Hürmetli zor kökçüler, şuna olan bu kıtımki programımız müşahede ahırlaştı. Keyinki kıtımda programımızı görüşeyle. Görüşkice aman bulan hayır hoş. Yansın her yerde